Agar sizda hovli, tomorqa, dala hovli, do'kon, ustaxona, kichik seks, garaj yoki merosdan qolgan yer uchastkasi bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki 1 iyulgacha ayrim to'lovlarni rasmiylashtirish, yer va bino hujjatlarini tartibga keltirish, kadastr va mulk masalalarini aniqlashtirib olish juda muhim. Keyin buni bilmagandim. Menga hech kim aytmagandi. Endi nima qilaman deyish foyda bermasligi mumkin. Men bugun sizga oddiy odam tushunadigan tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgaryapti? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar shoshilmasligi mumkin? Qaysi holatlarda jarima yoki rad javobi chiqishi mumkin? Va eng muhimi, hozirning o'zida nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha vaqtida eshitgan odamni katta xarajatdan, suddan, yugur-yugurdan va hujjat muammosidan saqlab qoladi. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik yerni yoki binoni meniki-ku deb o'ylaydi. Lekin davlat bazasida u boshqa ko'rinishda turadi. Masalan, odam 15 yildan beri hovlida yashaydi. Kommunal to'lovlarni to'laydi. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi. Lekin kadastr hujjatini tekshirsa, yer maydoni eski o'lchamda turadi. Uy qo'shimcha qurilgan, lekin kiritilmagan yoki umuman egalik huquqi to'liq rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Hayotda eng ko'p uchraydigan muammo mana shu amalda foydalanish bor, lekin hujjatda tartib yo'q. Avvallari ko'p ishlar og'zaki kelishuv bilan yurib ketgan. Ota o'g'liga hovlidan joy bergan, aka ukasiga yon tomondan uy solib ol degan, qo'shni bilan davr ko'chirilgan, do'kon yoniga omborcha qurilgan. O'sha paytda hech kim kadastrga yugurmagan. Keyin qilamiz. Hali vaqt bor. Hamma shunday yashayapti degan gaplar bilan yillar o'tgan. Lekin hozir davlat bazalari raqamlashtirilmoqda, yer uchastkalari xarita orqali tekshirilmoqda, soliq, kadastr, hokimlik, notarius va kommunal tizimlar o'zaro bog'lanmoqda. Natijada avval ko'rinmay yurgan muammolar endi ko'rinadigan bo'lib qolyapti. 1 iyulgacha degan muddatning xavfli tomoni ham shundan. Muddat tugagandan keyin ayrim imtiyozli tartiblar, yengilliklar yoki soddalashtirilgan rasmiylashtirish imkoniyatlari yakunlanishi mumkin. Men buni hamma narsa iyul kuni birdan yo'q bo'ladi deb vahima qilish uchun aytmayapman. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Agar sizda hujjatlarda noaniqlik bo'lsa, muddat bor paytda tekshirdirish arzonroq, osonroq va xavfsizroq. Muddat o'tib ketgandan keyin esa masala sudga, jarimaga, qayta loyihaga, buzdirish talabiga yoki qo'shimcha to'lovlarga borib taqalishi ehtimoli oshadi. Oldin odamlar ko'pincha kadastr bor, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Aslida kadastrning o'zi ham turlicha bo'ladi. Ba'zi hujjatlarda faqat yer ko'rsatilgan, uy ko'rsatilmagan. Ba'zilarida eski uy bor, lekin keyin qurgan ikkinchi qavat, qo'shimcha xona, oshxona, hammom, garaj, do'kon, ayvon, ombor kiritilmagan. Ba'zilarda yer maydoni 6 sotiq deb turadi, lekin amalda odam 75 sotiqdan foydalanadi. Yana ba'zilarda hovli bitta kadastrda, ichida 2 oila yashaydi, lekin ulushlar ajratilmagan. Bularning hammasi kelajakda sotishda, merosda, bank kreditida, kompensatsiyada yoki davlat tekshiruvlarida muammo chiqaradi. Hozir esa e'tibor faqat siz yashayapsizmi degan savolga emas, siz qanday huquq asosida yashayapsiz, yer maqsadi nima, bino qonuniy qurilganmi, to'lovlar to'langanmi, bazada to'g'ri ko'rsatilganmi degan savollarga qaratilyapti. Masalan, yer tomorqa sifatida berilgan bo'lsa, u yerda katta savdo binosi qurib qo'yish boshqa masala. Turar joy uchun ajratilgan joyda ishlab chiqarish, sexi ochish boshqa masala. Dala hovli sifatida berilgan joyni bo'lib sotish yoki yo'lga chiqib ketgan qismini qo'shib olish ham hujjat talab qiladi. Shu sababli bugun har bir odam o'ziga 3 ta savol berishi kerak. Birinchisi, men foydalanayotgan yer maydoni hujjatdagi maydon bilan bir xilmi? Ikkinchisi, men qurgan barcha bino va qo'shimchalar kadastrda aks etganmi? Uchinchisi, bu yer yoki bino menga qanday huquq bilan tegishli? Ya'ni mulk, ijara, meros, hadya, oldi, sotdi, qaror yoki boshqa asos bormi? Agar shu savollardan bittasiga ham aniq javob bera olmasangiz, men sizga vaqtni cho'zmaslikni maslahat beraman. Birinchi navbatda hujjatsiz yoki yarim hujjatli uyda yashayotganlar xavotir olishi kerak. Masalan, sizning otangiz 2005 yilda hovli olgan, lekin oldi sotdi notariusdan to'liq o'tmagan. Pul bergan, tilxat bor, mahalla biladi, lekin kadastr hali eski egasining nomida. Bunday holat juda xavfli. Chunki eski egasi vafot etgan bo'lsa, uning merosxo'rlari chiqishi mumkin. Keyin siz men 20 yildan beri yashayman desangiz ham, hujjatsiz egalikni isbotlash juda ko'p azob, vaqt va pul talab qiladi.
Ikkinchi guruh hovlisiga qo'shimcha qurilish qilganlar. Masalan, kadastrda tamachi kvadrat metr uy ko'rsatilgan, lekin siz keyin 120 kvadrat metr qo'shimcha qurgansiz. Yoki old tomonga do'kon chiqarib olgansiz. Yoki hovlida alohida kelin kuyov uchun uy qurgansiz. Odamlar ko'pincha bu mening hovlim, xohlaganimni quraman deydi. Lekin yer siz foydalanayotgan maydon bo'lsa ham, qurilish me'yorlari, qo'shnining huquqi, yo'l chizig'i, muhandislik tarmoqlari, sanitariya masofasi, yong'in xavfsizligi kabi talablar bor. Agar bu talablar buzilgan bo'lsa, keyin rasmiylashtirish qiyinlashadi. Uchinchi guruh yer maydoni amalda hujjatdan katta bo'lib qolganlar. Masalan, hujjatda 6 sotiq, lekin devor 6,8 sotiq qilib olingan. Buni odam o'zi bilmasligi ham mumkin. Devorni bobosi qo'ygan, qo'shni ham rozi bo'lgan, hech kim e'tiroz bildirmagan. Lekin elektron xaritada bu ortiqcha 0,8 sotiq davlat zaxirasi yo'l bo'yi. Ariq cheti yoki boshqa shaxsga tegishli yer sifatida chiqib qolishi mumkin. Bugun 1,000 sotiq ham arzimas deb tuyuladi. Lekin keyin shu 1,000 sotiq sabab uy sotilmay qolishi yoki buzish talabi kelishi mumkin. 4-guruh merosni rasmiylashtirmaganlar. Ota yoki ona vafot etgan, farzandlar esa o'zimizniki-ku deb yuribdi. Hovlida bitta farzand yashaydi, boshqalari rozi, lekin huquqiy jihatdan meros ochilmagan bo'lsa, mulk hali ham marhum nomida turishi mumkin. Keyin uyni sotish, ipoteka olish, kadastrni yangilash, kompensatsiya olish, kommunal ulanishni o'zgartirish kerak bo'lsa, hamma merosxo'rlarni topish kerak bo'ladi. Ba'zi merosxo'rlar chet elda, ba'zilar rozi emas, ba'zilar vafot etgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun meros masalasini cho'zish eng katta xatolardan biri. 5-guruh tadbirkorlik uchun joydan foydalanayotganlar. Siz hovlingizning oldidan kichik do'kon qilgan bo'lishingiz mumkin. Yoki garajni ustaxonaga aylantirgansiz, yoki tomorqada issiqxona qurib savdo qilasiz. Bu yomon emas, lekin yerning maqsadi bino turi. Soliq va kadastr yozuvlari to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki ertaga tekshiruv kelganda masala faqat ishlayapman, oilamni boqayapman bilan yopilmaydi. Ruxsat, hujjat va to'lovlar so'raladi. Agar sizning yer uchastkangiz kadastr bazasida to'liq ko'rsatilgan bo'lsa, bino maydoni amaldagi holat bilan bir xil bo'lsa, mulk nomi sizning nomingizda bo'lsa, meros yoki ulush bo'yicha nizo bo'lmasa, yer maqsadi to'g'ri bo'lsa, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir bitta tekshiruvni tavsiya qilaman. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat xizmatlari markazi yoki kadastr organlari orqali ko'chmas mulkingiz bo'yicha aktual ma'lumotnoma olib ko'ring. Chunki ba'zan odamning qo'lida eski qog'oz hujjat bo'ladi. Elektron bazada esa boshqa ma'lumot turadi. Misol uchun, bir tanishimning hovlisi bo'yicha kadastr pasporti bor edi. U o'zini to'liq xotirjam his qilgan. Keyin bank krediti uchun garovga qo'ymoqchi bo'ldi. Bank tekshirsa, uy maydoni eski kadastrda 6 kvadrat. Amalda esa bu 1 kvadrat. Qo'shimcha qurilish kiritilmagan. Natijada kredit jarayoni to'xtadi. Avval qayta o'lchov, loyiha, texnik xulosa hujjatlarini yangilash kerak bo'ldi. Agar u buni oldindan qilganda bank oldida shoshilmasdi. Yana bir misol. Bir oilada hovli onaning nomida edi. Ona vafot etganiga 2 yil bo'lgan. Hamma farzandlar og'zaki rozi. Kichik o'g'il yashab kelgan. Keyin yo'l kengayishi sabab kompensatsiya masalasi chiqdi. Kompensatsiya olish uchun mulk huquqi aniq bo'lishi kerak. Shunda meros ochilmagani, ayrim farzandlarning chet elda ekani, bittasining farzandlari ham merosxo'r sifatida kirish ma'lum bo'ldi. Natijada pulni olish oylab kechikdi. Demak, hujjat muammosi faqat sotishda emas, kompensatsiyada ham chiqadi. Siz bilishingiz kerak bo'lgan birinchi tushuncha, yerga bo'lgan huquq va binoga bo'lgan huquq bir xil narsa emas. Ba'zan odamning bino bo'yicha hujjati bor, lekin yer bo'yicha huquqi aniq emas. Ba'zan yer ajratilgan, lekin bino o'zboshimchalik bilan qurilgan. Rasmiylashtirishda ikkalasi ham tekshiriladi. Shuning uchun menda uy hujjati bor deb xotirjam bo'lish yetarli emas. Ikkinchi tushuncha, kadastr pasporti mulk huquqining o'zi emas, u texnik va ro'yxat ma'lumotlarini ko'rsatadi. Mulk huquqi oldi sud shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori. Hokim qarori yoki boshqa huquqiy asos bilan tasdiqlanadi. Kadastr esa shu huquq va obyektni davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Shuning uchun hujjatlaringizni ko'rganda faqat bitta qog'ozga emas, butun zanjirga qarash kerak. Uchinchi tushuncha. O'zboshimchalik bilan qurilgan bino har doim ham avtomatik qonuniy bo'lib qolmaydi. Ba'zi holatlarda uni rasmiylashtirish mumkin, ba'zi holatlarda mumkin emas.
Masalan, agar bino qizil chiziqqa, yo'lning himoya zonasiga, elektr liniyasi ostiga, gaz quvur yoniga, suv muhofaza hududiga yoki boshqa cheklangan joyga tushib qolgan bo'lsa, oddiy ariza bilan hal bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun rasmiylashtirishdan oldin mutaxassis o'lchovi va joylashuv tekshiruvi muhim. 4-chi tushuncha, men soliq to'layapman degani to'liq qonuniylashtirish degani emas. Soliq to'laganingiz, kommunal to'lov qilganingiz, mahalla ma'lumotnomasi olganingiz foydali dalil bo'lishi mumkin, lekin u mulk huquqini avtomatik yaratmaydi. Juda ko'p odamlar aynan shu yerda adashadi. Ular 10 yil elektr, gaz, suv to'lovini ko'rsatib, demak uy meniki deyishadi. Yo'q, bu foydalanish vaqtini ko'rsatadi, lekin mulk huquqi alohida ro'yxatdan o'tish kerak. Keling, birinchi vaziyatni olaylik. Sizda 6 sotiq tomorqa bor. Kadastrda ham 6 sotiq yozilgan. Lekin qo'shni bilan kelishib, orqa tomondan 20 sotiq yerni qo'shib olgansiz. 15 yil hech kim indamagan. Endi elektron xarita yangilandi va ortiqcha joy davlat zaxirasi sifatida chiqdi. Agar siz buni vaqtida ko'rib, rasmiy tartibda murojaat qilsangiz, ehtimol qonuniy yechim topilishi mumkin. Ijara, auksion chegarani aniqlashtirish yoki boshqa tartib. Lekin tekshiruvdan keyin aniqlansa, sizga o'zboshimchalik bilan egallangan yer degan talab qo'yilishi mumkin. Bu jarima davorni ko'chirish yoki sudga olib keladi. Ikkinchi vaziyat. Hovlining oldida 20 kvadrat metr kichik do'kon qurgansiz. Do'kondan oyiga 3 million so'm daromad topasiz. Hamma narsa yaxshi. Lekin kadastrda u joy turar joy sifatida turibdi. Do'kon bino sifatida kiritilmagan. Bir kuni soliq yoki boshqa organ tekshirsa, sizdan faoliyat joyi, ijara yoki mulk hujjati, obyekt turi, kassa, ruxsatlar so'raladi. Agar bino rasmiy bo'lmasa, tadbirkorlik hujjatlari ham muammoga uchraydi. Keyin bitta kichik do'kon sabab butun hovli hujjatini qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. 3-chi vaziyat. Ota 1998-yilda yer olgan, 2002-yilda uy qurgan, lekin qurilish ruxsati oxirigacha yopilmagan. Hozir farzand uyini sotmoqchi. Xaridor notariusga boradi. Notarius hujjatlarini tekshiradi va uyda huquqiy kamchilik borligini ko'radi. Xaridor qo'rqadi va bitimdan qaytadi. Natijada uy narxi tushadi. Chunki hujjati toza uy bilan hujjati muammoli, uyning bozordagi qiymati bir xil bo'lmaydi. Masalan, bir hududda toza hujjatli hovli 800 million so'm bo'lsa, hujjati chala hovliga xaridor 600 million ham berishga ikkilanadi. Bu 200 million so'mlik farq degani. 4-chi vaziyat. Aka-uka bitta katta hovlida yashaydi. Har biri o'ziga alohida uy solib olgan. Lekin kadastr bitta. Mulk otaning nomida yoki aka nomida. Bugun hammasi tinch. Ertaga birining farzandi ulush talab qiladi. Boshqasi sotmoqchi bo'ladi. Uchinchisi kredit olmoqchi bo'ladi. Shunda muammo boshlanadi. Ulush ajratish, kirish yo'lagi, umumiy hovli, suv gaz tarmoqlari, yer chegarasi masalalari chiqadi. Bularni avvaldan rasmiy ajratib qo'yish oilani kelajakdagi nizodan saqlaydi. Har bir holatda ham shoshilib pul to'lab yuborish to'g'ri emas. Eng katta xatolardan biri odamlar iyulgacha rasmiylashtirib beramiz degan vositachilarga ishonib qoladi. Men bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Agar kimdir sizga hujjatingiz bo'lmasa ham 100% qilib beraman. Kadastrdagi odamim bor. Sud kerak emas, hammasini bir kunda hal qilamiz desa, darhol hujjatli asos so'rang. Qaysi qonun, qaysi qaror, qaysi xizmat, qaysi to'lov, qaysi muddat, pulni qo'lga bermang. Rasmiy kvitantsiyasiz to'lov qilmang. Yana bir nozik jihat, yer yoki bino bo'yicha nizo bo'lsa, oddiy ma'muriy tartib yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, qo'shni sizning davoringizga e'tiroz bildiryapti. Yoki merosxo'rlardan biri rozi emas. Yoki eski egasi topilmayapti. Bunday holatda davlat xizmatlari markaziga ariza berishning o'zi masalani hal qilmaydi. Avval nizo bormi? Kimning huquqi buzilyapti? Qanday dalillar bor? Sudga ehtiyoj bormi? Shularni aniqlash kerak. Chunki nizoli mulkni ro'yxatdan o'tkazish ko'pincha rad etiladi yoki jarayon to'xtatiladi. 3-chi nozik masala qurilish me'yorlari. Ko'pchilik faqat kadastr o'lchoviga qaraydi. Lekin ba'zan bino davordan juda yaqin qurilgan bo'ladi. Deraza qo'shni hovliga qaraydi, yomg'ir suvi qo'shniga oqadi. Yong'in xavfsizligi masofasi saqlanmagan bo'ladi. Bunday hollarda qo'shnining roziligi hammasini hal qilmaydi. Rozilik foydali bo'lishi mumkin, lekin davlat me'yorlariga zid qurilish bo'lsa, baribir muammo qoladi. 4-chi nozik masala yerning maqsadi. Masalan, qishloq xo'jaligi yeri bor. Kimdir u yerga uy qurib olgan yoki davlat tomorqasida doimiy yashashni boshlagan.
yoki ijara yerida kapital bino qurgan. Bu holatlarda oddiy kadastr yangilash bilan muammo hal bo'lmasligi mumkin. Chunki yer maqsadini o'zgartirish, ruxsat olish, auksion yoki boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir odam birinchi bo'lib mening yerim qanday to'yfadagi yer degan savolga javob topishi kerak. 5-nozik masala qarzdorliklar. Ayrim hollarda ro'yxatga olish, bitim tuzish yoki yangilash jarayonida soliq qarzi, ijro hujjati, taqiq, garov, sud taqiqi, aliment yoki kredit bo'yicha cheklovlar chiqib qoladi. Masalan, mulk egasining bank oldida qarzi bor va mulkka taqiq qo'yilgan bo'lsa, siz uni sota olmaysiz yoki meros ochilganda marhumning qarzlari ham hisobga olinadi. Demak, hujjatni rasmiylashtirishdan oldin mulk bo'yicha cheklovlar bor yo'qligini tekshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Qo'lingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Kadastr pasporti, uy-joy reyestridan ko'chirma, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, ajratish qarori, qurilish ruxsati, foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi, sud qarori, eski texnik pasport, soliq to'lovlari, kommunal shartnomalar, mahalla ma'lumotnomalari, qo'shni bilan kelishuvlar bo'lsa, hammasini bir papkaga soling. Hujjat qanchalik eski bo'lmasin, tashlab yubormang. Ba'zan 20 yil oldingi bitta qaror bugungi masalani hal qilib beradi. Ikkinchi qadam, amaldagi holatni hujjat bilan solishtiring. Kadastrda yer maydoni necha sotix? Amalda davr ichida necha sotix? Kadastrda uy necha kvadrat? Amalda nechta xona, nechta qavat? Qo'shimcha bino bormi? Hujjatda mulk kimning nomida? Amalda kim yashayapti? Agar 6 sotix deb yozilgan bo'lsa, lekin siz 7 sotixdan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu alohida masala. Agar uy 700 kvadrat deb turib, amalda 780 kvadrat bo'lsa, bu ham alohida masala. Bularni yashirish emas, aniqlash kerak. 3-qadam, rasmiy manbadan ma'lumot oling. Eng to'g'risi, Davlat xizmatlari markaziga boring yoki MyBokov.uz orqali ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotnoma, kadastr ko'chirmasi, cheklovlar bo'yicha axborot olish imkoniyatlarini tekshiring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang, lekin arizani rasmiy tartibda bering. Telefon orqali aytilgan gapga ishonib qolmang. Sizga yozma javob, elektron ko'chirma yoki rasmiy xabarnoma kerak. 4-qadam, muammo turini ajrating. Agar masala faqat texnik xatolik bo'lsa, masalan, familiya noto'g'ri yozilgan, uy raqami eski, maydon o'lchovida kichik farq bor, buni kadastr organi orqali tuzatish mumkin bo'lishi mumkin. Agar masala meros bo'lsa, notariusga borasiz. Agar masala oldi sotdi bo'yicha bo'lsa, notarial bitim yoki sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. Agar masala o'zboshimcha qurilish bo'lsa, qurilish va kadastr tartibini tekshirish kerak. Agar masala qo'shni bilan nizo bo'lsa, avval chegarani o'lchatish, keyin kelishuv yoki sud kerak bo'ladi. 5-qadam, to'lovlarni faqat rasmiy qiling. Davlat boji, xizmat haqi, kadastr o'lchovi, notarius to'lovi. Texnik xizmatlar bo'lsa, hammasi bo'yicha kvitansiya oling. Hech kimga tezlashtirib beraman deb naqd pul bermang. Agar siz rasmiylashtirish uchun hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, ariza raqamini yozib oling. Qaysi sanada topshirdingiz, kim qabul qildi, qancha muddatda javob berishi kerak, bularni biling. Chunki keyin javob kechiksa, sizda murojaat qilish uchun asos bo'ladi. 6-qadam, qo'shnilar bilan munosabatni hozirdan tartibga keltiring. Agar devor, yo'lak, ariq kirish eshigi, umumiy quvur, tomdan suv oqishi masalasi bo'lsa, buni dushmanlikka aylantirmang. Ko'p holatda qo'shni bilan yozma kelishuv, chegarani birga o'lchatish, guvohlar ishtirokida dalolatnoma tuzish keyingi katta nizoning oldini oladi. Lekin yana aytaman, qo'shnining roziligi davlat me'yorlariga zid narsani avtomatik qonuniy qilmaydi. Shuning uchun rozilik bilan birga rasmiy tekshiruv ham kerak. 7-qadam, meros bo'lsa cho'zmang. Marhumning o'lim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomalari, mulk hujjatlari, merosxo'rlarning pasportlari, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing va notariusga murojaat qiling. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa ham, huquqiy yo'l bo'lishi mumkin, lekin bu holatda mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Eng yomoni, aka-ukamizku kelishib olamiz deb yillarni o'tkazish. Bugun hamma rozi bo'lishi mumkin, ertaga avlodlar almashganda nizo boshlanadi. 8-qadam, agar siz qurilish qilgan bo'lsangiz, texnik holatni ham tekshirtiring. Ba'zan odam hujjatni rasmiylashtirmoqchi bo'ladi, lekin bino konstruktiv jihatdan xavfsiz emasligi chiqadi.
Ayniqsa ikkinchi qavat, yerto'la, tomni yopish, eski poydevorga qo'shimcha yuk tushirish kabi holatlarda muhandislik xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjat faqat qog'oz emas. U xavfsizlik bilan ham bog'liq. Uyda sizning oilangiz, farzandlaringiz yashaydi. Shuning uchun qonuniylik bilan birga xavfsizlikni ham o'ylang. Agar davlat xizmatlari markaziga borsangiz, arizada masalani aniq yozing. Masalan, menga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk obyektining kadastr ma'lumotlarini amaldagi holatga muvofiqlashtirishni so'rayman. Yoki yer uchastkasi chegaralarini aniqlashtirish bo'yicha kadastr o'lchovini amalga oshirishni so'rayman. Yoki mulk huquqini davlat ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha xizmat ko'rsatishni so'rayman deb yoziladi. Albatta, aniq matn sizning holatingizga bog'liq. Shuning uchun markaz xodimidan xizmat turini to'g'ri tanlashni so'rang. Arizaga ilova qiladigan hujjatlarni ham tartibli bering. Pasport nusxasi, huquqni tasdiqlovchi hujjat, eski kadastr hujjati, mavjud bo'lsa qurilish hujjatlari, meros hujjatlari, sud qarori to'lov kvitantsiyasi. Hujjatlar kam bo'lsa ariza qaytishi mumkin. Lekin hujjat kamligi sabab taslim bo'lmang. Rasmiy javobda sizga qaysi hujjat yetishmasligi yozilishi kerak. Ana shu ro'yxat asosida keyingi qadamni qilasiz. Birinchi xato oxirgi kungacha kutish. Odamlar odatda muddat tugashiga bir hafta qolganda yuguradi. Lekin kadastr o'lchovi, ariza ko'rib chiqilishi, notarius, meros, qo'shni bilan kelishuv, sud masalalari bir haftada bitmasligi mumkin. Shuning uchun men sizga bugunoq tekshirishni maslahat beraman. Hatto muammo yo'q bo'lsa ham buni bilib xotirjam bo'lasiz. Ikkinchi xato, hujjatni faqat bitta odamga ishonib topshirish. Tanishim hal qilib beradi deb asl hujjatlarni berib yuborish xavfli. Hujjatlarning nusxasini qoldiring, aslini faqat zarurat bo'lganda. Rasmiy joyga ko'rsating. Agar kimdir asl hujjatni olib sizga tilxat bermasa, keyin uni topish ham muammo bo'lishi mumkin. Uchinchi xato, hujjatsiz qurilishni davom ettirish. Masalan, siz bilasizki, kadastrda muammo bor. Lekin yana qo'shimcha xona qurishni boshlaysiz. Bu muammoni kattalashtiradi. Avval mavjud holatni qonuniylashtirish imkonini tekshiring, keyin yangi qurilish haqida o'ylang. To'rtinchi xato, hammaniki shunday deb o'zini ovutish. Bir ko'chada ilmiy uyda bir xil muammo bo'lishi mumkin. Lekin tekshiruv kelganda har bir mulk alohida ko'riladi. Qo'shningizning muammosi hal bo'lgani sizniki ham hal bo'ladi degani emas. Sizning yer maqsadingiz, hujjatingiz, devoringiz, qurilishingiz boshqacha bo'lishi mumkin. 5-xato, rasmiy rad javobini olmaslik. Ba'zi odamlar og'zaki bo'lmaydi degan gapni eshitib uyga qaytadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar xizmat ko'rsatish rad etilsa, rad javobi yozma yoki elektron shaklda bo'lsin. Chunki rad sababini bilsangiz, uni bartaraf etish yo'lini topasiz. Og'zaki gap esa keyingi harakat uchun yetarli asos bo'lmaydi. Men sizga aniq reja beraman. Bugun yoki ertaga hujjatlaringizni yig'ing. Keyingi 1-2 kun ichida kadastr ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar mulk marhum nomida bo'lsa, notariusga yoziling. Agar yer chegarasida shubha bo'lsa, kadastr o'lchoviga murojaat qiling. Agar qo'shimcha qurilish bo'lsa, uni rasmiylashtirish tartibini so'rang. Agar tadbirkorlik binosi bo'lsa, yer maqsadi va bino turi mosligini tekshiring. Agar nizo bo'lsa, darhol huquqshunos yoki tajribali mutaxassis bilan maslahat qiling. Shuni ham biling, har bir hududda amaliyot biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun men umumiy qoidani tushuntiryapman. Lekin siz o'z tumaningizdagi davlat xizmatlari markazi, kadastr bo'limi, notarius yoki hokimlikdan rasmiy izoh olishingiz kerak. Eng to'g'ri yo'l gap so'zga emas, hujjatga tayanish. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki. Iyulgacha yer, uy, qo'shimcha qurilish, meros, kadastr, to'lov va ro'yxat masalalarini tekshirtirib olish zarur. Agar hammasi joyida bo'lsa, siz xotirjam bo'lasiz. Agar muammo chiqsa, uni vaqt borida hal qilish imkoningiz bo'ladi. Eng xavfli narsa muammo borligini bilmasdan yurish. Men sizga vahima qilishni emas, tartibli harakat qilishni maslahat beraman. Hujjatlaringizni yig'ing, rasmiy ma'lumot oling. Ortiqcha yer yoki qurilish bo'lsa yashirmang. Merosni cho'zmang, vositachilarga ko'r-ko'rona ishonmang. Barcha to'lovlarni kvitansiya bilan qiling. Shunda siz o'zingizni ham, oilangizni ham, mulkingizni ham kelajakdagi katta muammolardan himoya qilasiz. Agar sizda ham shunday holat bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda muammo yer chegarasidami, kadastrdami, merosdami yoki qo'shimcha qurilishdami? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz
albatta layk bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta vaqtida eshitilgan maslahat ba'zan odamni millionlab so'mlik zarar va yillab davom etadigan muammodan saqlab qoladi.